Tinchsizlar, charchamasdan tanjonlar Assalomu alaykum. To'y bola kanalini obunachilar tuzimizlar. Sog' salomat mana. Yetti tongda ishni boshlab oldik. Sizlar duolaring bilan. Xudo xolasa, deb turamiz, kelaverasizlar finalga. Xudo xolasa, tumanlar tushgan obunachilar. Xudo xolasa, ishlar boshlangan. Bugun tomga pena quyiladi, shipirlar xudo xolasa. Bugun bo'ladi. Tugaydi, xudo xolasa. Bunaqa Adamjon aka 70 mingta bo'ldi. Sarpolar tayyordi. Sarpo tayyor. Tayyor. Qachon desa, shunday olib kelib qo'ygan mashikka. Sarpolar bo'lsa bo'larkan-da. Ha, yarib turib. Eshitmaganim uchun Sheralagam agar 70 mingta bo'lsangiz bosh oyoq sarpo qilib beraman diyorlar. Biz 3 marta 3 marta imkoniyat. Buzdik. Nimani shartnomani buzdik. Shartnomani buzdik. O'sha bolani foydasiga. Kechaleyin jonli efirda 70 mingta bo'ldi. Endi xudo xolasa bugun olib beradilar. Ha? Xudo xolasa. Bir minut, hasharchilarimiz ham seri obunachilar. Hormanglar, aka qayerdan kelgansiz? Shiverlikdan aka. Bog'dod, Shiverlikdan. Bo'ldi. Sizda a? Ha. Rishtondan, Zodiyandan keyin. Endi Rustam akam o'zimizniki. Tanishtirib qo'y obunachilar, hasharchilar. Aka siz qayerdan kelgansiz? Mirzobod. Sizchi aka? Ikkinchi Bog'dod, Shiverlik qishlog'idan. Ikkinchi Bog'dod, Shiverlik. O'shancha baxt tanirkanlar-da. Ishlar juda obunachilar xudo xolasa. Mana rastashga qo'yib, beton qo'yib ajratilyapti yo'lakcha qilib obunachilar mana. Endi mana ko'mir o'tin turgan naves qilyapti hojatxonani oldida. Bugun ham xudo xolasa tualet tom bekilib olinadi. Mana tomimiz rekalar olingan obunachilar. Tayyor. Bugun xudo xolasa Tishot akamlar pena sizlar kelsa, pena qilib bu tarafga ro'zaxonaga keyin shiplarga bo'ladi xudo xolasa obunachilar. Kuzatib, qo'llab-quvvatlab turinglar obunachilar. Obunachilar assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Borlaringiz shu Toy bola kanalni ham 30 ming qismini yashiralagan bosh oyoq sarpo qilib beradi. Bilaklar bossinlar. Bosh oyoq sarboda bilishgan yo'q lekin aytdik boshida. Aytaymi? Ha, aytdilar. Borib kelaman deb keldim-da. Bosh oyoq sarpo qilib beraman dedi. Shapka bilan paypaq ekan. Bizning ishon olib obunachilarni oldida o'zimiz endi ashiralar ekan. O'z turishicha bosh oyoq sarpo qilib beradigan odamga o'xshamasdi. Qadam soddaman. Aldandim bilmayman. Mayli endi. Odamlarga mol bersangiz arg'anch chiqqani deydi. Ya yana nima deydi? 100 ming bo'lsangiz bosh oyoq sarpo mendan deb qo'yadi. Bo'ldi bosh oyoq sarpo endi ishonmaymiz senga. Sekin qo'shaman-da. Qo'ying. Bu akalarga ham duo qilib qo'yinglar mana. Sanjonlar sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana Po'rt og'am o'zi mana bosh rollar deganmi? Obunachilar. Ular bitibdi-yu. Ochilish marosimi qilyapmiz. Ha, mana ham kuyilyapti qadrdonlar, do'par bo'lib. Ayyo, o'tin cho'kka choy, xudo xolasa. Bitta shipir tushmas ekanmi, shef? Yo'q. Tekan Bizlar vaqtdan. Ishlarni bo'lsa. Bo'lyapti. Obunachilar mana. Bemalol tualetdan chiqib hamda tomosha qilib tursangiz, panada turasizda, boshingizdan yomg'ir o'tmaydi, yomg'irda. O'tin bemalol mana shu o'tinni g'amlaveradi endi azamatjon. Ko'mir o'tinlarga zo'r joydir. Bo'lyapti ishlar. Qadrdonlar, mana netlar CD bilan to'ldirib qo'yamiz, xudo xolasa. Hisoblovdim 750 mingdan eganda 550 marka sement jamshidek. 3 tonna sement ketar ekan tashkasiga. 3 tonna sementga pulimiz yo'q, sheyben qolaversin. Sheyben ham o'zi yaxshi, to'g'rimi aka? Agar kim 3 tonna sement olib beraman va ko'pirga ham yordam qilamiz deydigan bo'lsa, yo'q hashar qilib pul beramiz deydigan odamlar bo'lib qolsa, bemalol kelaverasizlar. Tashkasi ham bo'lib ketadi, shu bo'lganda. Zatina bo'lmasa. Qadrdonlar, hozir Shot akam bilan borib, o'sha yerdagi eski uyning holatini ko'rsatib keldim obunachilariga. Ko'rsatamiz obunachilarga ham. Allohga shukr qilishimiz kerak-da qadrdonlar. Nimaga desanglar, sizlarga bizga sinovda bu narsalar.
boylik ham, kambag'allik ham sinov ekan obunachilar. Shuning uchun boylikdan manmansirab ketmaylik, kambag'allikdan nolib yormaylik. Hammasi bu o'tkinchi narsalar sinov ekan. 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' deydi obunachilar. Mana shu insonlar 15 yil mana shu holatda qiynalib yashagan bo'lsa, bundan bag'ida 15 yil hayotida sizlar, biz sababchi bo'lib chiroyli yashaydi, Xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlashda davom etaverasizlar. Bu uyimizda fayz kirib qolganiga qaranglar. Eski holatini eslanglarda qadrdonlar, eski holatini. Juda ham bir xunuk turgan edi. Hozirgi holatni qaranglar, juda fayz kirib bu ishlayotgan odamlarni qaranglar, hammasi mehnatda. Bu qara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. 13 ta odam o'z ko'ziga ko'rinib ishlayapti. Mana ko'ziga ko'rinmay ishlayotgani bor. Biz bormiz. Kamida 20 ta odam bor mana shu proyektimizda hozir. Qadrdonlar, sizlar mana shu 20 ta odamni olayotgan savobiga sherik bo'laman, men ham savob olaman desanglar, buni pastdagi kartalarga bemalol ehson qilgan holda, Xudo xolasa, yaxshi amallaringizni ko'paytirsanglar bo'ladi. Ikkinchi hashar davomida bugun ham. Bu hashar to'xtamayapti, bilasan? Kecha ham ko'pchilik keldi, bugun ham ko'pchilik. Bu qizig'im, o tualetimiz ham tayyor. Ana go'zallikni qara uka. Endi uyimizga fayz kirdi. Haligi tomimizdan mashg'ulot go'zal bo'ldi. Darvozaxona juda chiroyli xonadon bo'ldi-da endi mana. Darvozaxona tepalari ham yopildi. Bag'i mana bunday qilib qarasanglar, qadrdonlar qaranglar. Uy, ayvon, oshxona, hammom, tualet, mana agrajdenalar, agarodniki go'zal ishlar bo'lyapti. Chiroyli musiqalarga endi ko'rsatasan endi o'zing ham uka. Ko'rsatib bo'ldingmi? Yo'q, ko'rsataman. Ko'rsat. Ko'zim aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Bir qarab tushdi ko'zim, aytmoqqa yo'qday so'zim, ololmayin qoldim ko'zim, shunchaki ekan udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Taqir tuqur, malakdayin goho xur, taqdirimga ming shukr, jilmayishi ham udar. Poshnasi taqir tuqur, malakdayin goho xur, taqdirimga ming shukr, jilmayishi ham udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Boyvachcha ekan chista, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar. U kelar qora Mersda, boyvachcha ekan chista, borolmayman Matizda, mashinasi ham udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar. Qo'llarida iPhone, har kuni ko'rsaydim uni, qanday aytaman buni, so'zlashlari ham udar. Udar, udar, telefoni ham udar, 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 mashinasi ham udar, 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 gaplari ham udar, 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 qaddi qomati udar, 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 telefoni ham udar, udar, udar,
mashinasi ham udar, udar, udar. Gaplari ham udar, udar, udar. Qaddi qomati udar. Dışarıdagi endi buni tarkibini o'zingiz bir boshlab tushuntirib berasiz obunachilarga. Toybolagami? Toybolaga aka. Assalomu alaykum, Toybolani kuzatuvchilari. Aka siz bilmadingiz-da gapirishdi. To'y boladan 1000 ta odam o'tmasa tushuntirmayman-da. Tushuntirib qo'yaveraman, mingta o'tib qo'yasizlar. Xudo xolasa o'tib qo'yishadi. Kommentariyaga zagrib etib qo'ying. Toybola kanaliga tarkibini litrlarigacha, kilolarigacha aytaman. Mingta o'tib qo'yasizlar xotin to'y ekamni gaplari. Kommentariyaga zagrib etib qo'ying. Qadrdonlar 50 litr, 60 litr atrofida suv qo'shamiz. Bitta rastvor bochkamizda 150 litr, 120 litr atrofida suv rastvor bo'ladi. 60 litr, 50 litr oralig'ida suv, 4 kilo, 3 kilo atrofida sement tushadi. 35 kilolik, 40 kilolik gipslar bo'ladi. Zavodni yaxshisidan, ishonchli zavoddan gipsini qo'shamiz, suvini qo'shamiz. Ko'ryapsizlar, kadrlarda oqarib pena konsentrati chiqadi. Ash penasi qo'shiladi. Hajmini penasi ortkizadi. Hozir to'y hali hech qaysi kanalda ko'rsatganimiz yo'q. Eng chekkasi qatdi. Ash tarafga borib sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Qani ketdi. Men bunaqa qilib yurolmayman, sizga o'xshab, sizdan. Obunachilar mana. Qadrdonlar, boshida quyib ketilgan joy 1 soat atrofida bo'ldi. Ustida bemalol turibmiz, yuribmiz. Yollaydigan, sinadigan joylari yo'q. Ovozi ham eshitilsa, Xudo xolasa mustahkam, tez qatadi, qurish ozgina sekinroq lekin. Xudo xolasa cho'tki. Mana shu joylari, ana shu issiq sovuqni ushlaydigan penachalari mana shular. Issiq sovuqni shunisi ushlab beradi. Dilshodbek penachi kanaliga o'tsalaring, obzor qilgan videolarimiz ham bor. Mahsulotimizdan kusok top, tepasiga garelkada yoqib ko'rsatgan videolarimiz ham bor. Yonmaydi aka hech qachon. Bizning videoni pastrog'ida obzor qilgan videolarimiz bor. Benzinni sepib yoqib ham ko'rganmiz. Aka, kanalimizda eski proyektlarimizni ham, misol uchun bu joyga ishga kelsak, bu joyda oldin quyib ketgan bo'lsak, shu joylarni ham boshqatdan chiqib, qanaqa holatda turgani, mana shu chetlari ham hattoki yollanmaydi, Xudo xolasa. O'zimizning kanalda videolarda ko'rganmiz. Ustida turib bandab yurganimiz hali hech qaysi kanalda chiqqan yo'q. Toybolada chiqyapti, shu proyektimizniki. Qadrdonlar, salomat bo'linglar. Men narxini ham aytib qo'yasiz aka. Biz kanaldan Toyboladan keyin Xatam Toy kanalidan kelliksa, Xudo xolasa arzon qilib narx beraverasiz. Xudo xolasa. Qalinligiga qarab narxlari chiqadi. 5 santidan 7 santigacha bo'lgan oraliqdagisi vodiyda o'zimizga yaqin territoriyada 40 ming so'mdan boshlanadi qalinligiga qarab. 7 santilar 45 ming, 50 ming, 55 ming shunaqa. Qalinlashgan sari puli xuddi ko'payaveradi. Xizmatimizda boshqa videolarda ham aytganmiz, uyda egalari vasat taxtasini qoqtirib, chetiga zardevolni urdirib berishadi. Pastiga materiallarni o'zimiz ana shu narx ichida olib boramiz, o'zimiz vazdoshniy steplarda mahkamlab, Xudo xolasa chiroyli qilib bosib beramiz. Kattaroq kvadratlar bo'lsa, narxidan yana kelishaveramiz. Kichkinaroq kvadratlar bo'lsa, unda ham ishga boraveramiz, narxi o'zgacha bo'ladi, boshqacharoq. Toybola bilan Xatam Toydan o'tsa, aniq Xudo xolasa skidka qilib berasiz aka. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Kelishingan holat. Obunachilar qattiqligini qaranglar, bemalol mana bitta uch mana bemalol cho'chimasdan yursa bo'laveradigan bo'lib obunachilar. Qaranglar. 1 soat bo'ldi. 1 soat deyil yana. Qattiqligini qaranglar. Bular endi sekin-sekin bu taraf ham qurib bo'libdi aka. Bu taraf ham mana shu joylargacha qurib bo'lgan. Aynan nari taraflarga yangi ketyapti. Bu tarafdan quyib ketyapmiz. Bu boshiga video qildik, qadrdonlar. Shunaqa. Mana shu chetlari ham Xudo xolasa juda chiroyli turadi. Mana shundoq dars tirishini, mikro tirishini hech nima yo'q. Biznikini yana bitta asosiy issiq sovuq ushlaydigan sababi mana shu germetichni yopilib ketadi chetlari bilan. Ochilib qolmaydi umuman. Yo'q, Xudo xolasa. Endi qanaqa holatlarda ochilishi, sinishi mumkin? Rosa maqtovurmay aytib ketaylik.
Vasa taxtasi bir-birini uchma-uch qoqib turib qo'yishsa likillaydi. Bitta o'ynaganda. Ustida yurganda vasa taxta qimirlashi, mixlanmagani hisobiga yollishi, sinishi mumkin. Endi u ustalarga bog'liq, sizlarga bog'liq narsa emas u. Biz kelguncha vasa taxtasini imkon darajada orasini zichroq qilib, yaqinroq. Keyin qimillamaydigan qilib. Mana shu ikkita to'sin bo'ladigan bo'lsa, to'sin ustiga vassani shunday bir-biriga emas, bir-biriga o'tkizib qo'yib ketishsa, ust-ustiga mindirib, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunaqa go'zal holatda chiqaveradi. Lekin xudo xolasa bu holatda ham vasa taxta naqa bo'lgan bo'lsa, ijtimoiy bo'lmaydi. Obunachilar qaranglar. Sherali akamlar bemalol ustida yurib shipirni yopishaveradi. Reykalarni qadar xudo xolasa garantiyali xizmatlarimiz. Xudo xolasa obunachilar kuzatib qo'llab-quvvatlab turinglar. Kartalarga ham bexor bo'lmanglar obunachilar shu oila uchun xudo xolasa. Ozmi, ko'pmi, ehsonni mukofoti ehson, to'g'rimi aka? Xudo xolasa. Va akamiz ham ko'rdilar o'z ko'zlari bilan qanchalik sharoitda yashashayotganini qanchadan beri. Oson emas obunachilar. Xudo xolasa mana shu oila uchun o'z yordamlarini ayamasizlar. Tez kunda xudo xolasa final qilib, chiroyli qilib, yangi yilga yangi uylar yopib chiqamiz obunachilar. Qo'llab turinglar xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Kartalarga befarq bo'lmanglar. Akamlar joyini topishibdi. Ehsonni joyini topishibdi. Joyni ko'rdik, obyektlar, oldin yashagan holatlarini juda yaxshilar. Obunachilar kuzatib qo'llab-quvvatlab turinglar. Davom etamiz. Hurmatli obunachilar, mana Namangandan kelgan akalarimiz, Alloh rozi bo'lsin, chiroyli mana mehnatlari bilan o'z hissalarini yana bitta qiynalgan oilaga qo'shib qaytishyapti. Endi mana shuncha mehnat qilishda Hoji buvaning bitta duolarini olib beraylik degan maqsadda mana Xudo xolasa Hoji buva. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Dilshodjon. Hammalaringga rahmat. Mana 4-chi, 5-chi nimada Hammasida ham do'ring Hoji. hammasida ham birin-ketin mana Alloh rozi bo'lsin. Qani duo qilamiz azizlar. Hammalaring duolarimizni ijobat qilgan Allohim. Mana bu Dilshodjon boshchiligidagi mana bu sinfdoshlarda qilgan ishlarini, nomayi amallarini o'ng tomonlariga yoz. Umrlarga, rizqlarga, kasb-korlarga, xonadonlarga tinchlik ne'matlaringni, fazl barakalaringni bardavom barqaror ayla Allohim. Solih solihlar farzandlarni baxti kamollarni ko'rib yurishlarini har birlariga Allohim nasib ayla. Xonadonlarda hamisha xursandchilik bo'lishini nasib qilgin. Ko'ngillarda nima ezgu niyatlar bilan mana shu ishlarda Allohimda rahmati umidida xolislik bilan qilaturgan bo'lsa, ana shu eng afzallariga yetkazgin Allohim. O'zingga bo'lgan muhabbatlarni bundan ham ziyoda ayla. Undan bo'lgan savob-u samarlarni ota-avlod, ona-avlod, avvalin, oxirin o'tganlarni ruhoniyatlariga baxsh ayladik. O'tganlarini joylarini jannat bog'chalaridagi savol javoblarni oson ayladigin. O'zingning rahmating, payg'ambarimiz shafoatlardan nasib aylagin Allohim. Mana ularning yigitlarimizni, dadalari, umrlarga, hojlarga Allohim nasib ayla. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Rahmat akalar, qilgan mehnatlaringga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar. Allohga shukr. Dilshodjon, boshqa beraman endi. Xudo xolasa siznikini oshni yeganmiz hoji. Rahmat. Ashi bizni kuzatib borayotganlar mana shu ustalarni oshnalarni duo qilsin. Xudo xolasa. Duo qilib qo'yinglar obunachilar sizlar ham. Hammalaring duo qilinglar mana bu yigitlarimizni. Kadr ortida ham bittalari bor. Ko'rsatib qo'y Jamshidbek. Qadrdonlar, bugun shu Dilshod akamning kanali bor. Dilshodbek Penachi degan kanal. Shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. 3700 ta bilan keladi Bag'dodga bir xursand bo'lib 5000 ta obunachi bilan kamida ketsinlar Hoji buva ilova ham. Bugun o'tinglar, mana kommentariyada zakrib etib qo'ying Jamshidbek. O'tib, ota-onangizga rahmat deb kommentariyasiga yozib va o'sha obuna bo'lmagan insonlar, shuni obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lib qoladi. Xudo xolasa keyingi proyektlarimizda ham iltimos qilsak, hech qachon yo'q demaganu, yana yo'q demak, xudo xolasa birga ishlayveramiz. Obunachilar iltimos sizlardan. O'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. Uydagilarga salom aytasizlar. Hoji akamga bizning nomimizdan salomlarimizni yetkazasizlar. Kelinglar azizlar, yana boshqa beramiz. Finalga Hoji tomonidan olib kelinglar, xudo xolasa. Rahmat yigitlar. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Yaxshiliklarda